Siz aytgan sabablarga ko'ra, ulkan xohish va katta ishtiyoq bilan biz bu o'yinning naqadar muhim ekanini yaxshi bilamiz. Chunki bu 3 ochko biz uchun katta ahamiyatga ega. Shuningdek, muxlislar uchun, so'nggi o'yinlarda stadiondagi muhit uchun, paydo bo'lgan umidlar uchun ham o'ynaymiz. Menimcha, bu futbolchi sifatida ham, tomoshabin sifatida ham, albatta murabbiy sifatida ham boshdan kechirish mumkin bo'lgan eng zo'r o'yinlardan biridir. Biz sodiq va katta ishtiyoq bilan to'lib toshgan Bernabeuni ko'rishni istaymiz. Haqiqat shuki, biz bu o'yinga katta xohish va intilish bilan, kuchli jamoaga qarshi o'ynash istagi bilan, maksimal umid va maksimal ishtiyoq bilan chiqmoqdamiz. Manchesterdagi o'yin Tibo jarohati haqidagi yomon xabarni keltirdi. Uning tiklanish muddati haqida taxminiy ma'lumot bera olasizmi? Uni Myunxendagi javob o'yinida ko'rishimiz mumkinmi? Har safar futbolchini maydonga tushirganimda ma'lum darajada xavf bo'ladi. Biz doimo tavakkal qilamiz. Albatta, odamlar bilmaydigan ko'p jihatlar bor va bu tabiiy. Ammo shuni aytishim mumkinki, futbolchilar orasida to'liq 100% tayyor, hech qanday noqulayliksiz yoki og'riqsiz maydonga tushadiganlar juda kam. Bu raqobatbardosh futbolda mutlaqo normal holat. Aniq ayta oladigan narsam shuki, Tibo birinchi bo'lim oxirigacha o'ynaganidan keyin o'yinni davom ettirmoqchi edi. Ammo uni almashtirish qarorini aynan men qabul qildim. Bu albatta Luninga nisbatan katta ishonchim bilan bog'liq. U bu klubda necha bor o'zining qanchalik zo'r darvozabon ekanini isbotlagan. Ishonchim komilki, u yana bir bor buni ko'rsatadi. Ayniqsa bunday ajoyib imkoniyatga ega bo'lib, tarkibda shunday darvozabonlar bo'lishi bu katta baxt. Tarixdagi eng yaxshi darvozabonlardan biri jarohat olsa ham, uning o'rnini bemalol bosa oladigan boshqa kuchli darvozabonimiz bor. Hozircha aniq muddatlar belgilamaymiz. Yaqin 2 haftalik tanaffus bizga juda qo'l keladi. Keyin vaziyatga qaraymiz. Hozircha esa hech qanday aniq sana yo'q.